O'sha ko'pchilik topolmayotgan Jomidagi sirli omborda kullerlarga 26-maydan 31-maygacha Qurbon hayiti munosabati bilan juda katta skidka berib yurishyapti. Ketdi ichkarini ko'rsam. Mana shu ikkita legendarniy modelimiz katta skidkaga tushgan Qurbon hayiti munosabati bilan atiga 63 dollardan sotib olsanglar bo'ladi. Bular to'liq kompressorli bo'ladi, hech qanaqa ventilatorli emas, o'zidan 3 xil suv tushiradi. Muzdek, xona haroratida issiq suvlarni 95 gradusgacha suvlarni isitadi, 10 gradusgacha sovut beradi. 2 yil afsanning garantiyasi bo'ladi. O'zini atxut suvli qiladigan bachoka bo'ladi. Pastda o'zini aniq sigarlar qo'yishga shkopchalari ham bo'ladi. Mana ichki qismlarini qaranglar. To'liq nejaykadan ishlangan bo'ladi. Suvlardan hech qanaqa hid maza shunga o'xshagan narsalar umuman bo'lmaydi. Mana orqalarini ham ko'rishingiz mumkin. To'liq kompressorli radiatorlarni qaranglar. Kattaligini gidikda 3 qarch keladi. Mana yosh bolalaringiz bo'lsa muzdek issiq suvlarni ham bemalol o'chirib yoqib qo'ysanglar bo'ladi. Xullas juda zo'r idealniy model. Mumkin 40 ta dona bor. Mana shu qatori o'zi qo'yilgan skidkaga 40 ta yo 45 ta dona chiqadi. Tez ulgurib qolinglar, yaqinlarga ulashib qo'yinglar. Hozir bitta adresni ham to'liq tushuntirib beraman. Manzilga keladigan bo'lsa, mana Jomiyni krugidan Raygat ko'chaga kirasizlar, poyezd yo'lga yetmasdan Toshkent Mebel ko'chasiga kirsanglar, 200 metr kirsanglar, ikkita katta jigarrang darvoza, seriy konteyner bor. Mana shu eshikdan to'g'ri kirsanglar, bizning skletga kirasizlar. Bemalol 63 dollardan kullerlarni olib ketaverasizlar. Yaqinlarga ham ulashib qo'yinglar, ularga ham foydali, manfaatli bo'lib qolsin.